ko'p ko'rsatuvlar qilyapmiz-da G'ayrat aka. Bizning maqsadimiz insonlarga qandaydir bir yaxshilik qilib qolishda. Hozir men siz bilan gaplashishimda bir narsani odamlarga yetkazishimiz kerak. Biz Xudo xolasa bu dunyoda, bu jamiyatimizda kimgadir yaxshilik qilib qolish niyatidamiz. Qo'limizdan kelganicha qo'limiz bilan, pulimiz bilan, kuchimiz bilan, iymonimiz bilan, hech bo'lmasa ichimizda Allohga zikrimiz bilan ham insonlarga yaxshilik qilishimiz kerak. Siz bilan G'ayrat aka dastlab gaplashganimizda bu akamiz G'ayrat aka o'zi asli Surxondaryoda Sherobod tumanidan bo'ladi. 24-yil yanvar boshlanishida bizga kelib, bu G'ayrat akada bitta kasallik bilan kelgan, ya'ni ichaklardagi o'simta bilan, onkologik kasalliklar bilan kelgan. Bu aka juda ham tushkunlikda, manaqa bo'ldim, u yerlarda yotdim, bu yerda yotdim. Kundan kunga men orqaga ketyapman, endi qismat shu umr shunaqa shekilli, men endi uzoq yashay olmayman. Chunki meni holatlarim juda ham kundan kunga orqaga ketyapti. Deganda men akani ko'rib, endi har bir mijozimizni biz o'zimizni eng qadrdon o'zimni aka-ukalarimni o'rniga qo'yib gaplashaman. Shunda agar meni akam yo ukam yo o'zimni qadrdonim, o'zimga qarashli odamlar shunday bo'lib kelganda, men albatta o'zimni terapiyamda, ya'ni asalari terapiyasidan foydalanan. Bunda juda ham katta foydali narsalar bor, hattoki o'simtalarda ham, onkologik shu rak kasallarni ham yo'q qilib yuboryapti deb bu G'ayrat akaga tushuntirdim-da men. Tushuntirganimda bu aka kelgan bizda muolajani boshladi. Yana G'ayrat aka o'zingiz ham gapiring-da, masalan, bizga dastlab kelganlaringizni. Dastlab shu keldim, o'sha muolajani boshladim. Boshlaganimdan keyin o'rtada keyin yana bir muolaja oldimdan bir ayrim sabablarga ko'ra vaqtim bo'lmay qoldi. Keyin yana keldim albatta. Albatta shundan foydasi sezganligim uchun keldim. Chunki o'zimiz ham o'rgandik, o'qidik, internetlarda, boshqa hamma joyda titklab o'qidik. Bekor men bitta narsaga nima qilaman? Bekorga masalan asal haqida Qur'onda bekorga kelmagan deb faqat shu narsani e'tirof qildimda o'zimga o'zim va o'rgandik. Albatta bu asalari zahrini inson organizmiga juda katta foyda ekanligini o'zi anglab yetdik-da o'shaning uchun doimiy keyin kelib boshladim. Doimiy kelib boshlaganimdan keyin albatta foydasini juda sezdim buni. Juda sezdim. Foydasini sezganligim uchun doimiy kelib boshladim. Chunki bu kasallik bilan chalingandan keyin albatta sal uzoqroq vaqt talab qiladi muolajaga yoki butunlay davolanib ketishga. Shu foydasini sezib yuribmizki, mana shu paytgacha hozir davolanyapmiz. Yana bitta narsa, siz dastlab kelganingizda sizni juda holatlaringiz og'ir edi. Hattoki bir ovqatlar yeya olmasligingizni, bo'shashib, yaxshi yura olmasdingiz. Quvvatlarni ham oldirib qo'yganingiz, juda qiynalgan edingiz. Bizda davolangandan keyin ovqatga kirdim dedingiz, ovqatlanyapsiz. Xullas, hali oldingi gaplashganimizdan keyin keyingi suhbatlarimizda men yashayman, Xudo xolasa meni umrim uzoq bo'ladi. Avval men o'laman shu kunlarda, men shu ahvolga keldim. Har kun orqaga ketyapman degan odam juda ham bir hayotga qiziqib, meni manaqa planlarim bor edi. Bunaqa bo'ldim. Deb shunda davolandingiz. Keyin shu esimda bor, siz ayolingiz ham kelib bizda kasalliklari bo'yicha davolandi. Ayolingiz ham 2-3 marta davolanib, ayolingiz ham menga juda ham zo'r gaplar gapirdi. Bizni hayotimizdagi bir musibat, bir qattiq tushkunliklardan chiqib ketdik, Xudo xolasa. Xo'jayinim ham yaxshi bo'lib ketdi. Endi men o'zim ham yaxshi bo'ldim. Bizni Xudo xolasa bu arini shunaqangi kuchliligi, Alloh taolo buni shifo deganlarini biz haqiqatda bir bunaqasiga yetdik dedi. Keyin yana bitta narsa esimga tushdi. Xorazmlik bir odam bilan o'sha onkologik kasalliklar больницасida yotganingizda bir bola keldida, shu G'ayrat aka degan odam sizda yotgan ekan. Shu olib keldik deb chiqib mashinada ko'rsam, u juda ham holat og'ir ekan. Men buni qabul qilmayman buni. Shunda keyin sizni chaqirtirishdi. Qabul aka unamayapti, bizni yotkizmayapti deganda siz yana iltimos qildingiz. Mana men больницада yotganimda degansizda shunda. Ha, to'g'ri. Men juda ham og'ir edi ahvolim. Bu bola yaxshi edi. Bu bola menga yordam berardi, choyimni damlab kelardi, menga qarar edi. Men bu bolaga aytdim, lekin bu bola shu больницani mahkam ushlab oldi-da, lekin men tavakkal qilib sizga keldim, odashmagan ekanman dedingiz. U bola keyin bolani keyin o'tib qoldi deyishdi. Shunday. Shunga masalan hozirgi holatlaringiz qanaqa endi mana? Hozirgi holatim yaxshi. Inshaalloh yaxshi. Umuman ilgariga nisbatan juda yaxshi. Chunki ichakda masalan yara deyiladi. O'sha yara ancha qisqarib ketgan.
o'sha asosan qisqarib qurish kerak edi o'sha narsa. Hozir shu qisqarib ancha kichrayib ketganda shu qurish arafasida turibdi, xudo xolasa natijaga erishamiz. Ko'z tegmasin iloyim. Natijaga erishamiz, xudo xolasa-da, mana shuni sekin-sekin Xudo yaxshi bo'lib ketasa. Nas. G'ayrat akamiz lekin ko'rinishlari ham juda ajoyib chiroyli odamdir. Yuzlariga bir narsalar toshib ketdi. Nima bo'ldi aka? Desam, nima bo'ldi dedingiz? Dori ichgandik, endi doktorlar ham aytgandi, shu dori baribir allergiya berishi mumkin deganda, o'sha doktorlar bergan shu doridan shunday allergiya toshdi-da. Allergiya toshib ketdi. Kelganingizdan beri yo'qolyapti, sekin yaxshi. Yaxshi endi, yo'qolyapti o'zi. Nima bo'lib? Shu qo'llardan. Maqsadimiz insonlarga yaxshilik qilib qolishda, bu rizq o'zi Alloh tarafidan beriladi. Har birimizga bu dardni ham sizga Alloh bergan, shifoni ham albatta Alloh beradi sizga. Lekin inson nimagadir ishonib, nimagadir tavakkal qilib, nimagadir suyanib yashash kerak bu dunyoda. Aytaylik, shifoni masalan cho'pdan so'rasang, hattoki cho'p ham shifo berib yuboradi deganda. Bizni tabobatimizga bismillah deb harakat qilib davolanaman, yaxshi bo'lib ketaman degan insonlar har qanaqangi kasallik bo'lsa ham buni yo'qotib yuboryapti, xudo xolasa. Hozir bilasizlar, mana juda ham asalarichilar ham ko'payib ketdi O'zbekistonimizda. Alhamdulillah, bu yaxshi narsa. Biz juda ham xursandmiz. Qayerga borsa odamlar asalari bilan davolanadigan bo'lib qoldi. Masalan, biz bundan bir 5-10 yil avval bu ishni boshlaganimizda bizda boshqa asalarichilar bo'lmardi, bitta odam bo'lardi. Bu asalari ham odamni davolaydimi deb odamlar hayron qolardi, g'ayratga. Hozirgi kunga kelib juda ham ko'payib ketdi. Endi misol nima demoqchiman bu bilan? Bir biznes qilib, bir pul topaman deb bir narsalar qilib ham odamlar asalari cho'qtirib o'zi bilsa, bilmasa, biz masalan buni mutaxassisimiz o'rganganmiz. Alhamdulillah, Xudo bizga shuni bergan ekan. Hozirgi kunda masalan institutlarga dars beryapman men praktikasidan bu yerlarda. 4 ta institutdagi talabalar kelyapti. Ishimizni Xudo xolasa biz qo'limizdan kelgancha yaxshilab bilamiz. Qayerlardadir odamlar asalariga borib davolanib, bizda davolanganlar baribir o'zingizlarga kelamiz, ularda eplon olmayapmiz, sizlarda yaxshi bo'ladi deb bizga kelib davolangan odamlar boshqa joyga borsa, yana o'zimizga qaytib kelyapti. Ko'pchilik falon joyga asalariga borgandim, ular shunaqa ekan, sizlarda har xil malhamlar, asalari mahsulotlardan giyohlar bor ekan dedi. Siz ham bu o'simtalarni rakni yo'qotishimiz uchun bizni albatta mana asalari mahsulotlarimizdan ham astoydil foydalangansiz. Bizni propolisimiz, bizni asalari suti, bizni asalari mum, bizni asalari mahsulotlarimiz bu insonga quvvat berib, kasallikni yo'qotuvchi narsalarda bular. Qo'shimchasiga asalari zahridan foydalanamiz. Nima deysiz endi odamlarimizga? Endi odamlarga bu tavsiyamiz, endi har bitta o'zi kasallikni masalan yer yuzida qanday bir kasallikni insonga masalan inson tanasida uchrasa har bitta kasallikning davosi bor-da. Albatta bu kasallik bo'ladi-yu, shifosi bilan o'zi tushiriladi o'zi aslida hamda. Shu inson har bitta kasallikka o'zi chalingandan keyin o'sha o'zida intilish bo'lib, shu davosini topishga harakat qilish kerak. Mana shu asalari zahri haqiqatan ham insonni organizmida immunitetni o'ta darajada ko'tarib beruvchi bir qanday bir tabiiy antibiotik ekanligini anglab yetdik-da. Qisqasi hammaga tavsiya qilamiz albatta. Bu har qanday kasallikka masalan davo ekanligini anglab yetyapmiz o'zi hammasi. Mana shu joyda davolanayotganda ham ko'rdim, juda xavfli kasalliklar kelib o'sha davolanayotganlarni ko'rdim, o'sha davo bo'lib chiqib ketdi-da. Masalan jigar sirrozlarini ko'rdim. Juda ko'p masalan ko'z ziraniyasi bormi, boshqasi bormi? Shu kasalliklar ko'rdim. O'sha joyda masalan davolanib yurganlarni yoki davolanib chiqib ketganlarni ko'rdim-da. Shundan ham o'zi odam xulosani chiqarib olsa bo'ladi. Kelib albatta. Rahmat aka, Alloh sizga shifo bersin, G'ayrat aka. Siz qatori qolgan bemorlarimizga ham butun dunyodagi bemorlar barchalariga shifo bersin. Rahmat aka, yaxshi kunda ko'rishaylik siz bilan.